100% himoya qila olmaysizda o'zingizni gepatit C'dan. Navbatdagi savol. Assalomu alaykum. Jigar gepatoziga nimalar maslahat berasiz? Rahmat. Jigar gepatozi bu murakkab kasalliklardan. Ko'pchilik e'tibor bermaydi bizada jigar gepatoziga. Chunki kasallik hech qanaqa belgilar bermaydi-da. Lekin haligi yillar o'tishi mobaynida jigarni qotirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun jigar gepatozida birinchi navbatda agar tana vazni ko'p bo'lsa, sizda o'sha tana vaznini me'yorlashtirish kerak, ozish kerak bo'ladi. Harakatingiz kam bo'lsa, harakatni ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Yurish, sport bilan shug'ullanish va to'g'ri ovqatlanish tartibi. O'sha o'rta yer dengizi parhezi deydi, shunaqa parhez qilishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda jigarni analizlari baland chiqayotgan bo'lsa, masalan, fermentlari baland chiqayotgan bo'lsa, bu уже xavfli. Ya'ni gepatit yog' bosishi sababli kelib chiqadigan gepatit deydi. Buni dori darmonlar bilan davolashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yomon yog'lar, xolesterin oshgan bo'lsa, ularni pasaytiruvchi dorilar buyurishimiz kerak. Jigarni yog' almashinuvini yaxshilovchi va boshqa o'sha jigarni umumiy holatini yaxshilovchi demak dori vositalarini biz qo'llashimiz kerak bo'ladi. Uni kompleks davolanadi, bitta dona dori bilan emas. Eng asosiy maslahat demak to'g'ri ovqatlanish, tana vaznini me'yorlashtirish va harakatni ko'paytirish kerak bo'ladi. Shu birinchi navbatda shuni to'g'rilasangiz, 90% siz jigar yog'idan, demak jigar gepatozidan qutulasiz. 10% dori qolgani bilan to'g'rilanadi. Rahmat. Xo'p, navbatdagi savol. Xo'p. Ichaklarni faqat axlatdan ko'radimi? Apparatlar yo'qmi? Apparatlar bilan ko'ramiz, lekin birinchi navbatda axlatni ko'ramiz. Axlat analizida bizga nimani aytadi axlat analizi? Ichagingizda yallig'lanish bor yo'qligini, oshqozon osti bezi yaxshi ishlayapti, ishlamayapti. Axlat bilan qon kelyapti, kelmayapti. Chunki ko'zga ko'rinmaydigan qon bor, mikroskopik. Axlatni qarasangiz qon yo'q, lekin mikroskopda qon bor. Axlatda Helicobacter pylori infeksiyasini aniqlashimiz mumkin. Axlatda gijja, parazitlarni aniqlashimiz mumkin. Undan keyin axlat xulosasiga qarab, biza keyin kolonoskopiya tekshiruvini buyuramiz. Kolonoskopiya bu endoskop yordamida anal teshigidan, orqa chiqaruv teshigidan kirib turib, yog'on ichakni ko'rish usuli hisoblanadi. Ana shunaqa tekshiruv usuli bor. Undan tashqari irigografiya, irigoskopiya degan tekshiruv usullari bor. Bunda yog'on ichakka bariy moddasi, bariy eritmasini jo'natamiz va rentgen usulida, rentgen apparatida suratga olamiz. Unda ham ma'lum bir demak ko'rsatmaga asosan qilinadi bu. Ichaklarni ko'rishimiz mumkin. Yog'on ichak ko'riladi. Rahmat. Yuqmasligi uchun nima qilish kerak? Emlatsa bo'ladimi? Menimcha gepatit C haqida so'rayaptilar. Gepatit C'ni emlatib bo'lmaydi, uning imkoni yo'q. Xohlasangiz ham qila olmaysiz, chunki vaksinasi yo'q gepatit C'ni. Vaksinasi yo'q. Shuning uchun birlamchi profilaktika yo'q, Boshqalarniki bormi? Boshqa gepatitlar? Gepatit B'ni vaksinasi bor, gepatit A'ni vaksinasi bor. Gepatit C'da yo'q. Gepatit C'ni 100% himoya qila olmaysizda o'zingizni gepatit C'dan. Shuning uchun masalan B'da, A'da himoya qilish mumkin. Vaksinatsiya qilsangiz 99% holatlarda yuqmaydi. Ko'nglingiz xotirjam yurasizda, tish doktoriga ham bemalol borasiz. Operatsiya bo'lib qolsa ham qo'rqmaysiz. Gepatit C'da unaqa emas. Vaksina yo'q. Manzillari qayerda? Men Marg'ilondanman debdilar. Manzilimiz Toshkent shahrida, bizning klinikamiz Yunusobod tumani, Dehqonobod ko'chasi 5A. Welcome klinikasi. Xo'p, mana shu juda ham og'riqli savol, juda ko'p berilgan savol. Yana qayta beribdilar. Mana shu savolga yana batafsil javob bering, iltimos. Gepatit C menda bor. 2 ta farzandlarim bor. Farzandlarimga ham o'tadimi? Gepatit C
bor deyaptilar. Men hayronman, nimaga davolanmaganlar shu vaqtgacha. PCR usulida agar chiqqan bo'lsa, sizda unda qayta davolanishingiz kerak. Demak, birlamchi davo noto'g'ri bo'lgan. Yo siz to'g'ri ichmagansiz dorini, yo dori ta'sir qilmagan. Bunaqa holatlar ham bo'ladi. Ozgina foiz holatlarda bo'ladi. Uni biza tekshirib, qaytadan sizga kuchliroq dori buyurishimiz kerak bo'ladi. Endi onadan bolaga yuqish ehtimoli juda kam. Homiladorlik paytida. Tug'ruqdan keyin agar sizni biologik suyuqliklaringiz, masalan, qon tegsa farzandingizga, shilliq qavatlariga tushsa, og'ziga, ko'ziga, ochiq shilliq qavat mana, ko'z ichi, og'iz, unda yuqishi mumkin. Gepatit C. Boshqa holatlarda yuqmaydi. Eringizga yuqtirishingiz mumkin. Sizda gepatit C bo'lsa, yuqish ehtimoli bor. 100% yuqadi degani emas bu. Ko'p faktorlarga bog'liq-da bu. Ko'p faktorlarga bog'liq. Yuqishi mumkin degani yuqadi degani emas. Bu hammasi nozik masala, hammasi haligi ko'p narsalarga bog'liq narsalarda. Shuning uchun to'g'ri tushunib olish kerak emas buni. Virusning soniga bog'liq, odam organizmiga bog'liq, boshqa yuqishi mumkin degani yuqtirishingiz mumkin. Shu, eringizga yuqtirishingiz mumkin. Jinsiy yo'l orqali farzandlaringizga o'sha sizning qoningiz ularning shilliq qavatiga tegsa, yuqishi mumkin. Yoki tish cho'tkangizni ishlatdingiz, farzandingiz ishlatdi sizdan keyin, siznikini. Unda yuqishi mumkin. Ustara, misol, lezbiya, har xil soch tuk oldingiz, farzandingiz o'ynadi, tilvordi bu joyini ishlatib qo'ydi, misol, kattaroq farzand bo'lsa. Unda yuqishi mumkin. Emizsa-chi? Emizsa, agar ko'krakni shikastlamasa, qon chiqmasa, yuqmaydi. Sutdan yuqmaydi. Yo'q, sutdan yuqmaydi. Har doim rastoropsha ichsa ziyoni yo'qmi? Har doim rastoropsha ichishni tavsiya qilmayman. Agar qanaqadir muammo bo'lsa, rastoropsha u muammoingizni hal qilsa, yechimi bo'lsa, rastoropsha shu muammoingizga o'shanda ichish mumkin uni. Prosta tak ichib yursa bo'lmaydi. Chunki u yerda siz ichib olgan rastoropshangiz dozasi noma'lumda. Rastoropsha katta dozada samarasi borligi ayrim ilmiy izlanishlar xulosalarida bor. Hammasida emas, u ham ayrimlarida bor. Shuning uchun rastoropshani o'sha dori formasi, dori shaklida ichish kerak. Rahmat. Yadrosiga o'tgan bo'lsa, gepatit B bo'lsa-chi debdilar. Gepatit B yadrosida bo'ladi. Jigar hujayralarini, boshqa joyida bo'lmaydi. Gepatit B yuqdimi bo'ldi, u yadrosining ichida bo'ladi. O'shaning uchun ham gepatit B ni to'liq surunkali gepatit B ni to'liq jigar hujayralaridan yo'qotib yuborish hozir imkoni yo'q. Faqat hujayra plazmasida, qonda chiqqan viruslarni bizni sonini kamaytirishimiz mumkin. Lekin jigarni yadrosini ichida yashiringan virus elementlarini biz yo'qota olmaymiz. Unaqa dori yo'q. Gepatit B bormi? Bo'ldi, u jigarni hujayrasini yadrosini ichida bo'ladi. Rahmat. Kimnidadir bo'ladi, kimnidadir ichida bo'lmaydi degan gap yo'q. Hamma odamda bir xil bo'ladi.